No, kompyuterim o'ynur tamom bellarimgacha og'rib ketdi. Voy, no, naqsam bo'ladi. Hey, yo, barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan Mashu Freemax. Mana yangi tanada uzilgan videomga xush kelibsizlar. No, qarorchi, bugun biza har doim qiladigan ishimiz tushunmadim. Merali jonim Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'liqni opga. Da, hozir Mero borib beraman sog'liqlarni. Bu tez. Xo'p, mayli jonim Mer. Hop. No, jonim Mer ham sog'liqlarni so'rayapti. Bizada sog'liq normal, takoy, yorilgan darajada o'sgan sabzi ham, kartoshka ham va hamda bug'doy ham nima desam bo'ladi. Shu barini olib har doim jonim topshirish kerak. 3 kun bo'lmadi adashmasam. Bugun oylik chiqish kuni adashmasam, takoy har kun yaxshi beryapman. Har kun berganim yo'q. 3 kunda bir bo'lsa ham ko'p 2 stak, 3 staklab olib boryapman jonim Merga sog'liqlarni. Shuning uchun oyligim normalni chiqsa kerak. Uni polizladi. Takoy krasavchik qilib yurib olamiz. Polizdan 2 yil ishlasam, menimcha 10 ming dollar ishlasam kerak. 2 yilda 10 ming dollar normalni. Bizda boshqa ish yo'q. Ishlash uchun bo'lmaganda boshqa ishda ishlardim. Shuning uchun hozir shu polizdan boshqa ishlar qilmaymiz. Merga boramiz va qolganini pullarni olib yotamiz. Bizda bironta narsa ham yo'q, narsa sotib olish uchun. Shuning uchun bironta uzoqdagi qishloqqa borish kerak. Masalan, bizda 15-qishloqda, 13-emas, 15-qishloqda, yo'q-da, 15da ham yo'q-da adashmasam. 16-sida bor edi magazin. 16-qishloqda magazin bor. Biz hozir borishimiz uchun 16-qishloqqa borishimiz kerak. Uning uchun borish uchun taksi chaqirish kerak. Taksi chaqirish uchun telefonda internet bo'lish kerak. Internet qo'yish uchun pul bo'lish kerak. Pul bo'lishi uchun poliz baribir tozalash kerak. Shuning uchun qiynalamiz. Takoy bu yerdagi polizim, u yerda sabzi 2 qator bo'lgani uchun bu yerga kartoshka hamda bug'doy 1 qator bo'lgani uchun bu yerga kartoshka hamda bug'doy ekkanman. Nu bug'doy ham normalni o'syapti. 20 ta bug'doy bor va 40 ta kartoshka bor. Nu hozir bu hamma nima desam bo'ladi, hosillarni Merga olib borib topshirishimiz kerak. Sandig'imda ham bor, o'shalarni ham tez inventarimni solib hammasini janob Merga olib borib berishimiz kerak. Janob Mer har doim meni poliz ekanligimda bilasizlar, hamma qishloqlarnikini ham yig'ib oladi. Nu sabzini bu yerga, pshenitsa, to'g'roq bug'doyni bu yerga joyiga qo'yamiz. Tushunmadim, men shu blokni bu yerdan beri ko'rgandek bo'lyapman, lekin e'tibor berganim yo'q. Men uyimni har doim tozalab yuraman. Nega bu blok o'tli bo'ldi? Shuni tushunmadim. Kechagina yaxshi turgan edi. Assalomu alaykum jonim Mer, eshik ochiq ekan, kirib keldim. Men polizlarni olib kelgandim. Alaykum assalom, kelur. O'zi kelib bo'lganman jonim Mer, men polizlarni topshirgan keldim. Mayli, sog' bo'ling. Bugun oylik chiqmaydimi navoda? Yo'q, chiqmaydi. 2 kun bor. Men adashib ketganman. Bugun oylik chiqadi deb yurgan edim. Sen adashgansan. Kech topshirding-da sen. Shuning uchun oyligim kech chiqdi, to'g'ri. Hozir qishloqlarga berilgan bo'lsa kerak, meniki hali berilmagan. 2 kundan keyin, chunki men polizlarni to'g'ri ham hosillarni, sog'liqlarni kech berdim. Shuning uchun meni har doim 2 kun keyin chiqadigan bo'ldi. Hammasi chotki, endi biza eshigimizni ochib kirganimizni oldik. Endi davaydi. O't bosgan toshni to'g'ri buzamiz. Bo'ldi. Bu yerda biz qiladigan ish yo'q bola. Yaxshi. Zo'r emas. Yaxshi bola. Nima ko'rdik, bilasizlarmi? Bo'ldi bola. Biz ularga tegilmaymiz. Birovda narsasi soch. To'xtanglar-da, meni uyimda turib. Qanday birovda narsasi bo'ladi? Meni uyimda tayyorda turgandan keyin men narsam bo'ladi. Bu men narsam emas. Men bu yerga yashirmaganman. Nima? Meni uyimda polizimni debman. Ya'ni uyimni tagida turibdi demak, bo'lar meniki. Haqiqiy toj
Yaxshi, bu ham haqiqiy oltin. Qo'yil qolish kerak. Sandiqda. Vau! Bo'ldi. Men o'zimni tinchlanishim kerak. Tepada qishloqlar yo'qmi? Bir poylab olay. Yo'q, albatta qishloqlar yo'q. Bu yerda tez bu yerdagi narsalarni tez olishimiz kerak. Qani tezligida qaranglar, mana bu hammasidan birsik, lekin birda ana oltindan 57 ta. Birda ham 7 tacha oltin turibdi. Demak, ular birsik bo'ladi. Menimcha shunday. To'g'ri. Tepamiz yo'q. Sizlarga yaxshi ko'rinmayapti obunachilar menimcha. Shuning uchun bu yerda biz uraveramiz. Maylimi? Endi bu yerdagi katta hozir buni nechta bu? 5 tacha bo'lsa 5 kilo. 5 kilodan 7 ta 60 ta. Shunchalik ham ko'taraman. Bo'ldi, hammasilar tayyor. Bo'ldi, tez ichimizdagi mana lujnikni olish kerak. Toch xalaq berdi. Qani endi tez bu lujnikni ham qo'yamiz. Endi Jonomerning yoniga uchishim kerak. Hada Jonomerga topshirsam yaxshi bo'ladi. O'zimizniki-ku Jonomer. Balki menga pul berar. Ham oyligimni ham qo'shib bersa, oldindan olgan bo'lardim. Assalomu alaykum Jonomer. Va alaykum. Yana nima? Jonomer, hech nima emas. Men haqiqatda hech kim eshitmasin. Nimaga hech kim eshitmaydi? Baqirmang, sapasroq. Uyimni tagida o'tli tosh turgandi. Men nima qilay o'tli toshlarga bo'lsa? Yo, eshitdingiz gapni, o'shani kerka bilan bosdim, ichi to'la oltin chiqdi. Qani menga ko'rsatchi. Hozir sizga ko'rsatgunimcha qancha vaqt kechishini bilasizmi? Mayli, agar hozir agar o'shada oltinlar menga juda ham zarur. Shu oltinlarni tepadagi eng katta quti polis soldik hozir. Adda, Ashga so'ber, men senga pul beraman. Qancha? 1 karobga. 1 karobga? Kami. Hozir men buni sotsam, bilasizmi, 3 karobga pul olaman. To'g'ri, dollar. Mayli. Senga 2 karobga, o'sha ikkita past bilan o'rtadagi karobga. Aniqmi, Jonomer? Da, tez endi meni oltinlarimni qo'y. Hali sizniki emas, chunki pulni olganim yo'q. Xo'p, bo'ldi, tez ichimga oltinlar sig'may ketyapti. Xo'p, mana Jonomer, muncha shoshilasiz, shoshilmang, shoshilib paqa borasiz. Buni barini hisoblashaylik, mana bu yerda oltinli kiyimlargacha bor, Jonomer. Pastroq gapir, qishloqni eshitmasin, keyin kiyib olib qolib yurib bordim. O'ylab ketmasin bitta-ikkitasini. Mayli, Jonomer, to'xting, tosh qolib ketibdi-yu. Sol toch, ayniqsa menga toch zarur, toch. Toch qimmat turadi. Bilaman, qimmat turadi. O, Jonomer, ana bo'larkan, shuncha bo'lsa. Mana bu haqiqiy gap. To'xta, ikkinchisini ham olib ketardim, hozir inventarimga sig'maydi, ikkinchisini ham qo'yasam. Shuning uchun hozir buni mana qasab qo'yib, tashlab yuborib, bunday qilib tashlab yuboraman. Men tashlab yuboraman. Bu pullar menga zarar bo'pti, Jonomer. Bo'pti, tez bo'l. Mayli. Jonomerda uzoqdan ovoz kelaveradi, u mikrofon ishlab olganmi? Yurib bo'lmayapti. Mana eshikni dastas qiyshiq bo'lib qolgan. Endi hozir barini solib tez narxini ham olish kerak. Sig'may ketyapti bolalar, nima qilamiz? Shuncha pul bularni mazza qilib ishlataman deganimda, bizning qishloqda magazin yo'q. Bularga nechta mashina olsam bo'ladi, bilasizlarmi? 10 ta, 20 ta, 30 ta mashina. Undan tashqari pullarim ortib ham qolsa kerak. Bir stagga bitta mashina beradigan bo'lsa, hozir u yerda taxminan 50 tagacha yaqin ular bor. Jonomer, men buni ham olib ketyapman. 50 ta mashina. 50 ta mashinani qayerdan olding? Hali olganim yo'q. Men endi plan qilib yuribman pullar bilan. Senga bir pul qo'lingga tushmasin ekanda. Jonomer, bular qancha? 50 stak. Vallahi ko'rdingmi, men IQ'm dahshat. O'ylab turib